Islam Fortuna kompaniyasi yangiliklarni ulashishda davom etadi. Bugun sizlar bilan uch xil turdagi filtr uskunalar haqida gaplashib o'tamiz. Birinchi uskunamiz birinchi bosqichda PP degan kartej qismi o'tadi. Bu suvdagi loyqalarni ishlarni, zangni, qumni, loyni ushlab qoladi va suvni tiniqlashtirib beradi. Ikkinchi bosqichimizda bo'lsa STO degan kartej bu. Bu kartrejimiz suvdagi xlorni kamaytirib, hid bilan ta'mni yaxshilaydi va ba'zi bir organikalarni ushlab qoladi. Uchinchi bosqichimizda bo'lsa, yana bir marta 1 mikrongacha bo'lgan PP kartej qismida o'tadi. Xuddi shu etapda 6 ta bosqichdan o'tadi bu qismimiz. 6-chi bosqichdan o'tib, eng oxirgi 7-chi teskari osmon membrana qismidan o'tadi. Ya'ni 1 soatda bu uskunamiz 250 litr toza suv beradi va 7 ta bosqichdan suvni me'yorda tozalab beradi. Ikkinchi filtr uskunamizga aytib o'tsam, bunda ham 5 mikrongacha bo'lgan PP kartej qismidan o'tadi. STO degan kartej qismidan o'tadi va 1 mikrongacha bo'lgan yana bir bor PP kartej qismidan o'tadi. Bu 3 ta bosqichdan o'tgandan keyin mana bu yerda eng oxirgi teskari osmon membrana qismidan o'tadi. Xo'sh, ikkala uskunamizning farqi, bu uskunamizda so'ruvchi nasos qismi yo'q. Bu 7 ta bosqichda suvni filtrlab bersa, bunda bo'lsa so'ruvchi nasos qismi mavjud bo'lgani uchun 4 ta bosqichdan o'tadi. Filtr uskunamizning ichki qismiga e'tibor qilsangiz, toza suv qancha berayotgani va kanalizatsiyaga qancha suv kelayotganini ko'rib tursangiz bo'ladi. Undan tashqari suvning necha bosimda chiqayotgani manometrlarda ko'rib turiladi. Ichki qismida o'chirib yoqish tugmasi bitta. Xohlasangiz avtomatik rejimda, xohlasangiz ruchnoy rejimda ishlatishingiz ham mumkin. Undan tashqari nimadir avariya holatda bo'lgan payti option stop bosiladi. Keyingi filtr uskunamizga e'tibor qilsangiz, bu soatiga 1 tonna toza suv beradigan avtomatik kanallik 5 bosqichli filtr apparatimiz. Birinchi bosqichimizda kvarts xumidan suvimiz tozalanib o'tadi. Ikkinchi bosqichimizda aktivniy karbon, ya'ni aktivniy ugl qismidan suv tozalanadi. Uchinchi bosqichimizda bo'lsa kateid qismidan suvimiz tozalanib o'tadi. Suvimiz 4-bosqichga yetib keladi. Bu 5 mikrongacha bo'lgan kartej qismidan suvimiz tozalanadi va eng oxiri teskari osmos membrana qismlaridan o'tadi. Filtr uskunaning shit qismida mana bu PLK kontroller mavjud. Bu kontroller orqali siz filtrni boshqarib turish imkoniyatiga ega. Sizga zo'r bir maslahat beray. Mana bu filtr uskunani chatdagi qo'shningizga tavsiya bering. Buni filtr uskunangiz bo'lsa, o'ngdagi qo'shningizga tavsiya bering. O'zingizda zo'r bo'lish uchun mana bu filtr uskunani oling. Filtr uskunamiz kimni qiziqtirgan bo'lsa, Atlan Fortunaga murojaat qilib, to'g'riroq ma'lumotga ega bo'ling. Narxlar bilan tanishib chiqib, tezroq xarid qiling, chunki sezon boshlandi.